Bir olimlarimiz so'zi bor ekan, tayyorlanib turganda bir yozib qo'ydim. At-tini va zaytun va turi sinin va hadal baladil aminda Alloh taolo hamma kasalga shifo jamlagan debdi. Anjurda, zaytunda, Turi Sinodan nima chiqadi desa, Turi Sinoga asal nisbat beriladi ekan. Alloh taolo Qur'oni Karimda va minal jibali dedi. Tog'lardan asalari tog'larga uy soladi dedi. Qirg'izistonda Saudiyaga olib borib sotadigan asalning eng qimmati tog'dagi bo'ladi. Biznikidan ham qimmat sotiladigan asal Yamanda asali bo'ladi, Nepalda asali bo'ladi, bilasizlar. U ham tog'da bo'ladi. Turi Sinoga asalni nisbat beramiz. Makka-i Mukarramaga Zamzamni nisbat beramiz. Shunda bizda nima jamlandi desa, nisbiy bu narsalarda bittada eslab qolishinglar oson bo'lsa yaxshi bo'ladi. At-tin, anjur. Buni foydalarini aytib berdim. Az-zaytun. Zaytunning foydasini aytmadik, hozir aytamiz. Turi Sinoga asal, baladil aminga Zamzam. 4 narsa. Anjurning shifosini, davosini aytdik. Shifaun va davaun deyishgan olimlarimiz. Zaytun yog'ini foydasini buni jamoat yaxshi biladi. Zaytunning yog'i. Anjur nima bo'ladi desa, anjur yeydigan taom bo'ladi, odamga quvvat bo'ladi, shifo bo'ladi debdi. Odamlar davolanish uchun ovqat yeydi. Anjur yeyishlik uchun ovqat bo'ladi. Zaytun nima bo'ladi desa, kasal bo'lgan odamning ustiga yog' siypaladi. Uni uqalasa, boshqa qilsa, u bo'lsa ustiga yog' siypab, o'zini yog'idan yoki ichlarida yoki siypaladi. Va turi sininga asalni nisbat bergani qanday bo'ladi desa, Alloh taolo fihi shifaun linnas dedi. Asal insonlar uchun shifo dedi. Va hadal baladil amin, bu omon bo'lgan, tinch bo'lgan Makka-i Mukarramaga nima nisbat beradi desa, u yerga Zamzam nisbat beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Zamzamni ta'amu tu'min, yeydigan odamni ovqatiga o'xshaydi, chanqagan odamni suviga o'xshaydi. Mughtasalun va sharob dedi oyat karimada, ustidan yuvishlik va uni ichishlik insonga shifo berar ekan. Demak, mana shu 4 ta narsada hamma kasallikka shifo jamlangan.